Assalomu alaykum aka-ukalar. Bugungi manzilimiz Marg'ilon bo'ldi. Xudo xolasa darvozamizni o'rnatdik. Darvozani eniga 3.51, bo'yiga 3.15 bo'ldi. 1 kvadrat metri 900 ming so'm, 950 ming so'mdan chiqyapti. Sababi yo'llari agar profil bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu dizaynda bo'ladigan bo'lsa, 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan chiqadi. Yo'llari shivillerli bo'ladigan bo'lsa 950 ming so'mdan. Listlarimiz ikkilik bo'lgan. Profillarimiz 6 ga 4, 1.5 stena, listlarimiz ikkilikdan bo'lgan. Обязательно choklarini yopib berganmiz. Agar bunaqangi regellar bo'ladigan bo'lsa, shivillerlarni devorga yopishini ko'rib turibsizlar. Bu to'g'ri chiqqan, xudo xolasa. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holda tayyorlab beramiz aka-ukalar. Bemalol murojaat qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. High-tech hisoblarni qo'yib berganmiz. 2 chaspaylarimiz o'shi qalin. Kraskalarimiz mokr asfalt. Zamoklarimiz har doimgidek zo'r zamokdan qo'yib berganmiz. Ochilib yopilishlari hamma yo'g'i ideal holatda. Orqa qismini ko'rsatib qo'yaman. Orqalari har doimgidek senter zamok bo'lgan. Tepa qismi yorug' o'tish uchun qo'yib berganmiz. O'rnashtirish nimasi, agar darvoza qilib xona qilaman yo uy solyapti turganlar, misol darvozani necha tashlayin enini deb juda ko'pchilik so'raydi. Agar 3.5 metrlik tashlasangiz xuddi shu holatda bo'ladi. Iloji boricha 3.20, 3 metrlik darvozaxona qilmanglar eniga. Sababi 3 metr bo'ladigan bo'lsa, mashina kirgandan keyin yonida hech qancha yo'l qolmaydi, keyin o'ta qiynalasizlar. Iloji boricha 4 metr qo'yinglar, eshigi ham alohida bo'ladi, darvoza ham alohida bo'ladi. Darang-durung qilmaydi, ochilayotgan, yopilganda. Keyin обязательно yo'llarni regel qo'yib yuboringlar. Mana shu yonini, tepasini, ikki yonini regel qilib, cho'tka qilib qo'ysalang, darvoza ham zo'r o'rnashadi. Undan keyin xizmat qiladigan ham bo'ladi. Ertaga haligi tashavordi, boshqa bo'ldi degan gap bo'lmaydi. Sababi bir tomon xomg'ish bo'ladigan bo'lsa, bir taraf sinch bo'ladigan bo'lsa, tashavorishi mumkin bir tarafga pastlab. Ertaga haligi darvozani qishaydi, boshqa bo'ldi deyiladi-da. O'zi asli uy cho'kadigan bo'lsa, uy tashlaydigan bo'lsa, darvoza ham o'shanga qarab cho'kadi. Sababi yo'llarini polni armatura qilib qotirsak, misol mana bu yerda 4 ta armatura qotirilgan bo'lsa, 4 ta armatura bo'ladigan bo'lsa, mana shu uy tashlaydigan bo'lsa, darvoza ham обязательно cho'kadi. Mana baland pasti, tagidagi baland pasti bir xil bo'lmaydi. Pastlab qoladi bir tomon. Tepalari 10 ga 5 profil bo'lgan, taglari 10lik shiviller bo'lgan, 6 ga 4 polni qalin materialdan. Listlarimiz ikkilik. 1 kvadrat metri 950 ming qilib berdik bu darvozamizni. Xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor aka-ukalar. Kelishilgan holda chiroyli qilib sizlarga tavsiya qilamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Tepalariga tunikafonga moslab, kraskalarni ham bir xil svetda mokr asfalt qilib berdik. Like bosib qo'yasizlar, kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa kommentariyaga qoldirib qo'ysalaring, bundan keyingi darvozalarda ham sizlarga to'liq video obzorlarni qilib beramiz. Kanalimizdan uzoqlashmanglar.